Qozog'iston Respublikasi hududida avariyaga uchradi va shuncha mahsulotlarimiz brak bo'ldi. Oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonamiz bilan Rossiyaga 200 ming dollarlik yukni jo'natgandik. Ushbu yukimiz Qozog'iston Respublikasi hududida avariyaga uchradi va shuncha mahsulotlarimiz brak bo'ldi. Bu esa o'z navbatida mahsulotimizda Rossiyaga yetib bormaganligi va ushbu mahsulot uchun to'lanadigan summani kelmasligini anglatardi. 200 ming dollarlik yukimiz O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketgan, eksport operatsiyasi amalga oshgan, lekin Rossiyaga yetib bormaganligi uchun bu valyuta debitorlik qarzdorligi bo'ldi. Ushbu holatda bizni jarimaga tushmasligimizga sabab bo'lgan narsalar bu eksportni sug'urta qilganimiz, условия поставкini SIP Moskva qilib qo'yganimiz va o'sha defekt bo'lgan tovarlarni borib mustaqil tashkilotlar va xolis guvohlar o'rtasida defektni akt tuzdirib, barcha hujjatlarni valyutani nazorat qiluvchi organlarga topshirganimiz bo'ldi. Bizning holatimiz valyutani nazorat qiluvchi organlar tomonidan o'rganilib chiqilgandan so'ng sug'urta tashkiloti tomonidan ushbu summa qoplab berildi va bizga nisbatan hech qanday jarima qo'llanilgani yo'q. Xulosa qilib aytganda, o'z vaqtida biz sug'urta polisi qilib qo'yganimiz va условия поставкini SIP Moskva qilib qo'yganimiz bizni jarimadan qutqarib qoldi. Jarima stressidan ko'ra sug'urta polisi ancha afzalroq va arzonroq.